Bilasizlarmi, shu yangi yo'limizda bozorning oldida qaysi qoidalar ishlaydi bilasizlarmi? Yo'l harakati qoidalari deb o'ylaysizlarmi? Yo'q, yo'l harakati qoidalari ishlamaydi yangi yo'llar oldida. Bozor oldida. Bu yerda faqat yashab qolish prinsipi ishlaydi. Yashab qolish prinsipiga asosan yuradi hamma bu yerda mashinada. Shu boshi kirsa bo'ldi. Boshi shuni tiqilib oladi. Mana xohlagan joyida to'xtaydi. Xohlagan joyidan buriladi. Xohlagan joyida to'xtaydi, xohlagan joyida odam oladi. Mana qarab turadi. Mana hozirgi holatga qarab turman. Yo'lingizga tiqiladi. Pavorotni yoqib kelasiz, mana qarab turing. Ishdan kirmoqchi bo'lasiz. Yuraveradi hozir, qarab turing. Ana. Aytdim-ku. It's a yangi yo'l. Короче, you're ready bu yerda. Bu xamir uchidan patir. O'ting biratan. Onani ketaysizda. Bu yerga haqiqatan nima deydi? Eson-omon o'tib olay deb duolar bilan kirish kerak edi yangi yo'l bozor oldiga.